Olib kel bacham, emizamiz bachasini. Kelin siz ham olib keling. Ibi. Kelini bachasi bo'libdi-ku. Ay, siz qayerdan bilasiz o'zi apparatmisdan? Kinolarda ko'rganman. Deb ketsa bachasi bo'ladi. Kecha salonni yeganti shu. O't qara kelina jilli. Zokir. Ha dada. Nima bishmaganda o'chan terib o'tirsan? Siz to'g'ri aytibsiz, keliningiz homilador bilan shunga nevarangizda o'cha terib Taksi ko'zmi nima balo ekanim? Ha kelina bo'lsa terevi. Tashang Zokir aka, bachamiz uchun tashang. Tomda nima qilib o'tiribsan? Keliningiz taksi ko'zida ana shu tomdan o'zim tashlasam shu taksi ko'zi to'xta ekan. Hey, senga joning kerakmi, bacha kerakmi? Menga bacha kerak dada, men tashlayman o'zim. Ko'rdingizmi, bir bachani boshini yedingiz. O'ldi u yetmay. Umrim yeding seni, qanaqa xotin sanabding qarama. Dada. Yana nimaga kelding yetmak? Taksi ko'zda endi mashin minmoqchi bu. Mashin? Heyla uyda Cobalt'mi minsin shuni? Bachamiz havola minasi kelyapti. Haval minamiz. Havali nima u? Ana Buxoro shahardagi Vlad Avtocity'da joylashgan Haval avtosalonidan Haval H6 ni minmoqchi. Ibi, bacham, men uyda ortishyapman, pulim yo'q, H6 olib berishga. O'zim tan narxini 48 oy bo'lib to'lashaver ekan dedi. Undan tashqari bonusiga parol, polik, yana u tonirovkalarni bonus qilib ber ekan. Buxoroda boshqa avtosalonda yo'q u narsa. Zo'r ekan-a? Zo'r. Boringlar olib kelinglar, bo. Olaverami? Navaramiz uchun keyin. Nevaramiz. Zokir aka, Yes, ana sherma keling, bor taksi ko'zing bilan bor. Men undan bajarmayman sen shartingga. endi bu siz emas, dadajona. Borim dadam o'zing ayt. Men qilmayman o'zi. Bor yo'qol, bor. Hay. Sur. Chiq o'tga. Menga qarang kelib, to'g'ib keyin keling o'yat. Tushundingizmi? Katta odam shunday yashaytamanmi maqishloqda? Ketay. Nima shart aytding dadama? Qishloqda shurtik kiyib aylaning degan-ku. Sen jillimisan kelling deshing bormi sani? Dadam ham shunday deysanmi? Tusholdima ketdik endi. Qara. Onang oldi, yura.